Assalomu alaykum. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati korrupsiyaga qarshi kurashish kompleks nazorat xizmati tomonidan 2025 va 2026-yilning o'tgan davri mobaynida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida hisobot. Kompleks nazorat xizmati tomonidan xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish borasida muntazam ravishda xodimlar orasida profilaktik tadbirlar o'tkazilib, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha xodimlarning huquqiy savodxonligi oshirilib bormoqda. Jumladan, yangi ishga qabul qilingan xodimlar o'rtasida 71 nafarida xodimlar korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha bilim va ko'nikmalarni oshirish maqsadida seminar treninglar o'tkazilgan. Bundan tashqari, joriy yilda jamiyatning barcha xodimlariga manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomi, odob axloq qoidalari, korrupsiyaga qarshi tamoyillar, talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha seminar treninglar o'tkazilib kelinmoqda. Va mana shu o'tkazilgan seminar treninglar natijasi bo'yicha tanlov asosida 51 nafar xodimlarning bilim va ko'nikmalari tekshirilgan. Shuningdek, kompleks nazorat xizmati xodimlari tomonidan hisobot davri davomida jami 29 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, ushbu tadbirlar jamiyatning tizim tashkilotlari va iste'molchilar bilan davra suhbatlari tarzida o'tkazilib kelinmoqda. O'tkazilgan targ'ibot tadbirlarining ikkitasi ommaviy axborot vositalarida yoritib borilgan. Kompleks nazorat xizmati xodimlari tomonidan korrupsion xavf-xatarlarning oldini olish borasida ishchi xodimlarning, ayniqsa yangi ishga qabul qilingan xodimlarning orasida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazib, ushbu xodimlardan 127 nafari bilan yakka tartibda profilaktik suhbatlar o'tkazilgan. Hisobot davrida xodimlarning korrupsiyaviy xatti-harakatlari, manfaatlar to'qnashuvi, korrupsiyaga qarshi kurashga oid boshqa qonunbuzarliklar bilan bog'liq masalalar bo'yicha jami 29 ta ariza va murojaatlar kelib tushgan. Bugungi kunda ushbu murojaatlarning barchasining ijrosi ta'minlangan. Murojaatlarning aksariyat qismi iste'molchilar tomonidan amalga oshirilgan to'lovlar nazoratchilar tomonidan o'zlashtirilishi hamda ichimlik suv hisoblagichdan o'rnatish jarayonida nazoratchilar tomonidan ortiqcha pul mablag'larini talab etish holatlari sodir etilayotganligi bilan bog'liq murojaatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Kelib tushgan murojaatlarga asosan o'tgan davr mobaynida jami 9 ta xodimga nisbatan xizmat tekshiruvlari o'tkazilgan va mana shu o'tkazilgan xizmat tekshiruvlari natijasiga ko'ra 4 nafar xodim egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Undan tashqari 5 nafar xodimlarga nisbatan intizomiy jazo choralari qo'llanilgan. Jamiyatda korrupsiyaviy holatlarni o'z vaqtida aniqlash hamda fuqarolar murojaatlari bilan tezkor va sifatli ishlash maqsadida kompleks nazorat xizmatida zamonaviy aloqa usullari yo'lga qo'yilgan. Kelib tushgan har bir murojaat bo'yicha zudlik bilan tegishli munosabat bildirish hamda korrupsion holatlar yuzasidan murojaat etuvchi shaxslarning ma'lumotlari sir saqlanishi kafolatlangan. Kompleks nazorat xizmati tomonidan jamiyatda hamda uning filiallarida korrupsiyaga qarshi kurash dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, shuningdek sohada mavjud korrupsion holatlarni o'z vaqtida aniqlash, ularni oldini olish va tegishli jazo muqarrarligini ta'minlash maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilgan. Hisobot davrida tasdiqlangan reja jadvalga asosan jamiyat kompleks nazorat xizmati inspektori, abonentlar bo'limi va jamiyatning boshqa tegishli bo'limlari mutaxassislaridan iborat ishchi guruhlar tuzilgan holda jamiyatning tuman shahar bo'limlari faoliyatida korrupsiyaga qarshi kurashish siyosati va manfaatlar to'qnashuvini boshqarish nizomlariga amal qilinishi, xaridlar, moliya xo'jalik faoliyati bo'yicha o'rganishlar o'tkazib kelinmoqda. O'tgan davr mobaynida jamiyatning korrupsiyaga qarshi kurash nazorat xizmati tomonidan 8 ta nazorat tadbirlari o'tkazilgan bo'lib, ularda jami 2 milliard 600 million so'mlik xato, kamchilik va talon-tarojliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlangan. Aniqlangan holatlar, xato, kamchilik va korrupsion holatlar kesimida tahlil qilinganda aholi iste'molchilar tomonidan amalga oshirilgan 2 milliard 327 million so'mlik to'lovlar bank hisob raqamlariga o'z vaqtida kelib tushmagan holatlari aniqlangan. Aniqlangan holatlar bo'yicha to'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilishlik uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. O'z o'rnida aniqlangan xato va kamchiliklarni to'g'rilanish yo'li bilan kelgusida sodir etilishi mumkin bo'lgan korrupsiyaviy holatlarning oldini olinib, o'zlashtirish bo'yicha 432 million so'mlik mablag'lar va ta'mir moddiy boyliklari jamiyat hisob raqamlariga qaytarilgan.
kamomad, o'zlashtirish va talon-tarojliklar bo'yicha 2,327 million so'mlik jami 6 ta holatdagi hujjatlar huquqiy baho berish va qonuniy chora ko'rish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan. Jamiyatga yangi ishga qabul qilinayotgan xodimlar va rotatsiya qilinayotgan xodimlardan, shuningdek hozirda ishlab kelayotgan barcha rahbar va xodimlar tomonidan yilda bir marotaba manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi to'g'risida ariza, deklaratsiyalar to'ldiriladi. Ushbu deklaratsiyalar orqali xodimlar o'zlarining yaqin qarindoshlari, aloqador shaxslar va manfaatlar to'qnashuvi bor yo'qligi haqida ma'lumot beradilar. Ma'lumot uchun 2026-yilning yanvar oyida jamiyatning hududiy filiallarida ishlovchi boshqaruv va mutaxassis xodimlardan to'liq deklaratsiyalar olingan. Manfaatlar to'qnashuvi aniqlangan taqdirda jamiyatning manfaatlar to'qnashuvini boshqarish bo'yicha nizomiga muvofiq zudlik bilan oldini olish bo'yicha zarur choralar ko'rib, tegishli qarorlar qabul qilinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.